Assalomu alaykum hammaga. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana men bugun yakshanba kuni ishlab kelib, ishdan keyin madaniy hordiq bo'lsin deb o'zimcha Kremlga kelib mazza qilib aylanib yuribman. Yomg'irli havoda, salqin, biroz sovuq, hamma yuribdi-ku, sovuq bo'lsa ham. Qaranglar qanday chiroyli joylar. Mana o'sha Zambariq qo'ziqoringa o'xshaydigan ana u binosi. Xullas kalom shunaqa joy. Bu metro Охотный рядda ekan xullas kalom. Mana o'sha bitta har soatda dang qiladigan soat. Yaxshi joy ekan, lekin aylanib yursa mazza ekan. Voy, kim bor Moskvada? Zerikib ketdim buruz aylanib. O'zim gapiryapman. Bitta like bosib ketinglar. Sizlarga deb metro mashinada yurib video qilmay bitta chiroyli joyda ham bitta video qilay deb kelgandim-da, endi o'zimcha men ham